Assalomu alaykum. Mana bugun biz hozir S26 Ultra'ni bir ikkita funksiyalarini ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa ko'rmaganlarga bitta obzor bo'lib qoladi bu. Birinchi, haligi internetda populyarniy bo'lgan yonboshdan ko'rinmaydigan funksiyasi. Masalan, hozir yoqib qo'ydim, mana yonboshdan ko'rinmaydi, qora bo'lib turadi. O'chirib qo'ysak ko'rinadi joni. Ikkinchi eng populyarniy bo'lgan iPhone'ni ham mana shu dadasini keltirgan S26 Ultra'ni eng kuchli nima desa, o'zinglar bilasizlar, reklamaga ham zo'r chiqqan bu. Mana hozir videoga mana olib ko'rsataman. Mana qarab turinglar. Ko'rdinglar-a? Endi hozir mana shuni videosini ham mana ko'rsataman. Telefon kamerasi qimlamay turibdi. Xudo xolasa kelaverasizlar, S26 Ultra'lar nalichada xudo xolasa bor. 512 desizlar 512, 256 desizlar 256, 1 terabayt desizlar 1 terabayt. Avvalgiga hamisha xizmatlarda tayyor.